Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan draft qilamiz do'stlar. City o'yinchilaridan va Liverpool o'yinchilaridan. Hozir birinchi 12 ta draftni hozir ship qilib beramiz do'stlar. Hozir buni ochaymi ekan, bundanmi? Qani bismillahirrohmanirrohim deb buni ochamiz. Voy do'stlar, bo'lmay qoldi. Endi yana mayli Liverpooldan ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy do'stlar, olti yurib ketdi. Kim? Sota. Kim? Rush. Mayli do'stlar, mayli. Agar City'dan olishganimda kim tushar do'stlar? Guardiola tusharmidi? Qani, endi chiqamiz-da do'stlar. Bunda naqilib yo'q, chiqamiz. Va bu yerda nima bor? Bu yerda do'stlar 5000 ta olmoz beradi do'stlar. Qani yo'q do'stlar, birinchi ana nimamizga qo'yib ko'ramiz. Shuni qo'yib Ronaldoga rushni qo'yamiz. Qani, akaunt tushib ketar ekan do'stlar. Qani ko'taramiz. Buni bu yerga qo'yamiz. Yo'q do'stlar, ko'tarilmadi. Qani buni chiqaramizda. Rushni qo'yamiz bu yoqqa. Endi Noyer sotamizmi jigarlar? Qani nima qilaylik? Noyer sotaveramiz, chunki bizada do'stlar, bizada endi do'stlar desam, do'stlar Noyer nimaga sotilmayapti? Ranka berilgani uchunmi? Sotilmayapti negadir. Do'stlar, Rushni sotaveramizmi? Rush deylik jigarlar, mayli. Rush sotaveramizmi? Jigarlar, hozir 3000 taga bitta olamizda. Endi City'dan bitta ochib ko'ramiz. Yo'q, ikkita bo'lib ketdi. Taktika bilan jigarlar, taktika bilan. City'dan keyin do'stlar, yana shundan ochilib ketdi. Voy, yana anandan ochilib ketdi-ku. Bittalik ochaveramiz jigarlar, nima deysizlar? Qani mendan bittalik ochamiz, keyin ertaga yo'q jigarlar. Bismillahirrohmanirrohim degan bittalik ochamizmi? Mayli, bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Video uncha cho'zilib ketmasin. Voy do'stlar, oltin yurmadi-ku. 109 tushdi kamida. Braziliya, RV va Real Madrid bu Rodrigo jigarlar, Rodrigo tushdi. Va uni orqasidan McKennie. Endi chiqamizda. Gartfield o'rniga biz hozir Rodrigoni qo'yamiz jigarlar. Rodrigoni qo'yamiz va bunga ikkitalar, taxminan bir ikkitacha ranka beriladi.
ikkita berildi do'stlar. 176 yana 300 ta nimaga o'rtalasa bo'lmaydi. Buni qo'yamiz va bushga ham rashga ham bitta rangga beramiz. Mayli bo'lsa bo'lsin jigarlar. Nima qilmoqchi edim jigarlar? Tak. Nima qilmoqchi edim? Buni skill pointini ko'ramiz. Bitta, ikkita sitida ham o'ynab berar ekan jigarlar. Voy bombaku. Chiqamiz. Makkenini ko'ramiz jigarlar. Makkeni 3/5 oyoq. Hozir men mana Jakob Rahmonni ko'ray endi. 3/5 oyoq. Buni shot 76, bunikichi. Ana Makkeni. Shot. Voy do'stlar, 106 ga ekan Makkenini qo'ymasa bo'lmaydi jigarlar. Makkenini qo'yamiz. Voy. Do'stlar, uzr. Makkeni samada o'ynaydi jigarlar. Uzr jigarlar. Bu yerda ham qo'yamiz. Samada 108, menda 117 bor. Buni oyog'i necha ekan? 5 ga 4. Nima qilamiz? Hozir Makkenini bir qo'yib ko'raylik. Bular sotiladimi yo'q bir ko'ray. Sotilmasa ekanda. Endi nima qilamiz? Hozir akkauntga kiramiz. Sotiladimikin? Do'stlar, adashib ketyapman hozir. Do'stlar, biz Attacker'dan Champions'ga chiqdik jigarlar. Mana do'stlar. Hozir o'ynadim kerak, necha marta o'ynasak hozir bo'ladi 560. 3 marta o'ynashimiz kerak ekan jigarlar. 3 marta. Hozir akkauntimizda yuziga boshqa rasm qo'yib olaylik. Champions rasmi kelganmi jigarlar? Endi Champion bo'ldi jigarlar. Shundan keyin va stadionimiz ham do'stlar Real Madrid o'ynaydigan nimada do'stlar stadion. Bug qolyapti jigarlar. Voy. Hozir do'stlar bug qoldi, shunga sal nima bo'ldik. Hozir nima qilamiz? Do'stlar, kallam qotib qoldi. Nima qilamiz?
Hozir nima qilaman dedim deganlar. Hozir ana qidirib ko'raychi, futbolchilar chiqadimikan. Mana yerda saqlab qo'yganlarim bor deganlar, 25 ta saqlab qo'yganman deganlar. Do'stlar, nima qilamiz? Barchaklik yig'amizmi? Mourinyo'skami? Nimaga yig'amiz deganlar. Bu Kurtuani chiqarib yuborsak ham bo'ladi, chunki deganlar Kurtuani olganman men. Ularni ham chiqarib yuborsak bo'ladi. Va Rodrigoni ham chiqarib yuboramiz. Ularga indamay turamiz deganlar. Hozir Ruben Dias bor ekan deganlar, qaysini olay deganlar, kommentariyaga yozib ketinglar. 7000 ta bor, yo yig'aymi yo ochib yuboraymi deganlar, nima qilay? Nima qilay? Hozir nima qilamiz deganlar. Bu yerda ham turish narsa qolmaganda. Do'stlar, videom shu joyda tugadi. Xayr, salomat bo'linglar.